Sizlar bilan Rizogov ilovasidan qanday qilib taksi chaqirishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu juda ham oson. Rizogov ilovasiga kirganingizda birinchi bo'lib karta ko'rinadi. Kartadan xohlagan joyingizni belgilab olishingiz mumkin. Undan tashqari, mana bu pastdagi birinchi manzilni ustiga bosib, istalgan viloyatingiz va shahringizni tanlasangiz ham bo'ladi. Men masalan Farg'ona viloyati Qo'qon shahrini tanladim. Endi boradigan manzilni tanlash uchun pastdagi qayerga tugmasini bosamiz va yana istalgan borish manzilimizni kiritishimiz mumkin. Manzilni kiritganimizdan keyin yangi sahifa ochiladi. Bu sahifada siz taksi yoki pochta xizmatini tanlashingiz mumkin. Biz taksini tanlaymiz. Undan keyin istalgan tarifingizni tanlashingiz mumkin. Masalan, komfort yoki standart. Keling, standartni tanlaymiz. Rizogovda standart tarifiga Gentra, Onyx, Monza va Cobalt mashinalari kiradi. Endi yo'lovchilar sonini tanlaymiz. Masalan, 1 kishi, 2 kishi yoki bo'sh mashina. Shu joyida eslatib o'taman, Rizogovda faqat 3 kishi ketadi. Ya'ni oldinda 1 kishi, orqa o'rindiqda 2 kishi. Biz 1 kishi uchun taksi chaqiramiz. Xohlasangiz bu yerdan haydovchiga izoh yozib qoldirishingiz ham mumkin. Agar siz ayol kishi uchun taksi chaqirayotgan bo'lsangiz, pastdan o'ng burchakda turgan tugma orqali salonda faqat ayol kishi bo'lsin filtrini yoqib qo'yishingiz mumkin. Va sizning buyurtmangiz faqat salonda ayol kishi bo'lgan haydovchilarga ko'rinadi. Endi yo'lovchi jinsini kiritamiz. Bu yerdan istalgan vaqtimizni belgilab, mana bu liniyani osongina surib taksi buyurtma qilishimiz mumkin. Shu xolos. Siz tomonidan qilishingiz kerak bo'lgan barcha ish bajarildi. Endi haydovchi buyurtmangizni qabul qilishini biroz kutsangiz bas. Mana 5 daqiqaga qolmasdan buyurtmamiz qabul qilindi. Bu yerda siz haydovchining rasmini, reytingini va hattoki mashina fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Istasangiz haydovchi bilan chat orqali muloqot qilsangiz ham bo'ladi. Yoki mana bu yerdagi qo'ng'iroq tugmasini bosib, kompaniya xavfsiz raqamlari orqali haydovchi bilan bog'lanishingiz mumkin. Eng muhimi, bunda sizning shaxsiy raqamingiz haydovchiga mutlaqo ko'rinmaydi. Bu esa safar yakunida haydovchi haqida shaffof izoh qoldirishingizni ta'minlaydi. Agar safar chog'ida qandaydir savol yuzaga kelsa, menyudagi yordam xizmati orqali operator bilan bog'lanishingiz mumkin. Ana endi siz ilovadan taksi buyurtma qilishni batafsil o'rganib oldingiz degan umiddamiz. Rizogovda ko'rishguncha.